Assalomu alaykum, hurmatli aziz inson. Bugungi qo'llanmada Alloh insoniyatni ilohiy sinov kelishidan Injilda qanday xush xabar berib, avvalidan ogoh etganligi haqida so'z yuritamiz. Alloh Injilda, ya'ni Bibliyada shunday marhamat qiladi: Ey sevganlarim, sizlarni sinash uchun boshingizga kelayotgan otashli imtihona, ajib voqea deb hayron bo'lmanglar. Aksincha, Masihning qancha azoblariga sherik bo'layotgan bo'lsangiz, shuncha xursand bo'linglar. Shunda u shon sharaf ila osmondan tushib zohir bo'lgach, ko'nglingiz ko'proq quvonchlarga to'ladi. Agar Masih nomi tufayli sizlarni haqorat qilishsa, baxtiyorsizlar. Chunki Xudoning ruhi, shon sharaf ruhi sizlarda maskan qiladi. Sizlardan hech kim qotil, o'g'ri, yomonlik qiluvchi yoki fitna fasodchi bo'lib azob chekmasin. Lekin agar biror kishi Masihiy bo'lgani uchun azob cheksa, uyalmasin. Aksincha, bu nom bilan Xudoni ulug'lasin. Injil 1-Butrus 12-dan 16-oyatlar. Bu holat ochiq oshkora otash bilan keladigan sinov davrida bo'ladigan holatlar bo'lib, bu davrda inson ajoyib ilohiy sarguzashtlarni o'z boshidan kechiradi. Insonda sinov davridagi haqorat, masxara, do'q-po'pisa, aldov, mubolag'a holatlarini inson g'oyibdan eshitishi yoki ichki dunyosidan his qilishi mumkin. Insonda bunday holatning sababini bilish ishtiyoqi kuchli bo'lsa-da, bunga javob topa olmay, jazava kuchayib boradi. Natijada ayrim insonlarda doimiy holatda aqldan ozish holatlariga duchor bo'lishi mumkin bo'ladi. Yuqorida aytilgan haqorat, masxara, do'q-po'pisa, mubolag'a holatlari insonga qayerdan, qanday keladi? Bular haqida keyingi qo'llanmalarda ma'lumot beramiz. Aziz inson, biz musulmonlar ilohiy kitoblarning barchalariga iymon keltirganmiz. Agar sizda Injil oyatlariga shubha bo'lsa, Qur'oni Karimning Oli Imron surasining 3-4-oyatlariga murojaat qiling. Tavrot va Injil haqida to'liq ma'lumot olasiz. Aziz inson, kanalimiz jozibador bo'lmasa-da, insonning ruhiyatidagi o'zgarishlarni va bunday o'zgarishlarda ko'riladigan tadbiriy choralarda haqida tushunchalar berib, har qanday ruhiy holatda ham ilohiyotning in'om va ilmlarini olish sirlarini yoritib boradi. Ilohiy kitoblar oyatlaridan dalillar keltirib boradi. Kanalimizga obuna bo'lib, bizni kuzatib boring.